Bugungi kunda dunyo bo'ylab, xususan O'zbekistonda ham aholini emlash madaniyati va immunoprofilaktika yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan. Ko'pchilik onalar o'zlarining farzandini qachon emlangani, keyingi emlash muddati yoki tibbiy tavsiyalarini eslab qololmaydi. Shuningdek, tibbiyot muassasalari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi sust. Immunap elektron dasturi aynan immunoprofilaktika muammolarini hal etish uchun ishlab chiqilgan. U aholiga emlashlarni vaqtida eslatish, salomatligini kuzatish va aholini emlash jarayonini boshqarish imkonini beradi. Immunap mobil ilova bo'lib, foydalanuvchining shaxsiy emlanish ma'lumotlarini yagona tizimda saqlaydi va tibbiy jarayonlarni soddalashtiradi. Ilova har bir inson uchun raqamli tibbiy yordamchi vazifani bajaradi. Asosiy imkoniyatlari: emlashlar ro'yxatini avtomatik saqlash, emlash muddati yaqinlashganda xabarnoma yuborish, eng yaqin tibbiy muassasalarni xaritada ko'rsatish, immunoprofilaktika tahlili va salomatlik holatlarini ma'lumotlari, shifokordan onlayn maslahat olish. Ilova oddiy, o'zbek tilida va har bir foydalanuvchiga qulay tarzda ishlab chiqiladi. Sog'lom turmush tarzi bo'yicha ma'lumotlar bazasi. Asosiy maqsad aholini immunoprofilaktika darajasini raqamli tarzda nazorat qilish, profilaktika jarayonlarini avtomatlashtirish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish. Immunap qaror qabul qilishga majbur qiladi. Profilaktika xatti-harakatni shakllantiradi. Oila darajasida ishlaydi. Boshqa platformalarda bir odam, bir akkaunt. Immunapda esa bir odam, bir oila. Ota-ona bolani salomatlik holatini nazorat qiladi. Keksalarning salomatlik holatini kuzatadi. Oila a'zolarini salomatlik holatini bitta joyda ko'radi.